Salom do'stlar. Ushbu videoda Rossiyadagi eng mashhur daryo Volga daryosi haqida ma'lumot beramiz. Bizdan uzoqlashmang. Volga daryosi Yevropadagi eng uzun daryo bo'lib, 3530 kilometrga teng. Shuningdek, daryo o'zining suv havzalari bilan hisoblaganda Yevropadagi eng katta daryo ham hisoblanadi. Daryo G'arbiy Rossiyaning markaziy hududidan oqib o'tib, Kaspiy dengiziga quyiladi. Daryo rus xalqining milliy daryosi hisoblanadi. Volga geografik joylashuvi bilan Osiyo va Yevropa xalqi uchun muhim rol o'ynagan. Rossiyaning 20 ta eng katta shaharlarining 11 tasi, shuningdek Moskva shahri ham Volganing suv havzalari hududida joylashgan. Dunyodagi eng katta elektr ishlab chiqaradigan suv omborlarining ba'zilari aynan shu daryoda qurilgan. Daryo rus madaniyatining o'ziga xos ramziga ega bo'lib, Volga Matushka, ya'ni ona Volga deya ataladi. Volga daryosi hududlarida eramizdan avvalgi 5000-yillarda Proto-Indiyo yevropaliklar deb nomlangan odamzod vakillari yashashgan. Hozirgi eramizga tegishli 2-asrdan 5-asrgacha Boltiq bo'yi xalqlari ham daryo hududlarida tarqalishgan. Keyinchalik Osiyo xalqlarining Yevropaga ko'chib o'tishida ham daryo muhim rol o'ynagan. Volga Bolgariya deb nomlangan davlat Volga daryosining Kama daryosiga ulanib ketadigan hududlarda o'z hukmronliklarini o'rnatishgan bo'lsa, Kazariyaliklar esa daryoning janubiy hududlarini boshqarishgan. Daryo savdo-sotiqda muhim ahamiyatli rol o'ynagan bo'lib, Skandinaviya, finno-ugroliklar, turkiy xalqlar, germonlar, finnik xalqlari, eski ruslar, Volga bolgariyaliklari, kazariyaliklar, eronliklar va arab dunyosi xalqlari o'rtasida bo'lgan savdo-sotiq jarayonlarida daryoning o'rni katta bo'lgan. Keyinchalik kazariyaliklar Choq, Kimak va Mo'g'ullar tomonidan egallangan va Oltin O'rda imperiyasi daryo quyida tashkil topgan. Keyinchalik imperiya ikkiga, Qozon va Astraxan xonligiga bo'linib ketgan. Ivan Vasilyevich aytganidek, Qozonni olganman, Astraxanni olganman, Riverni olganman, Shipakni olganim yo'q deganidek, ikkalasi ham 16-asrda Rus Qozon urushida Ivan Grozniy tomonidan bosib olingan. Ikkinchi jahon urushida daryo yoqasida joylashgan hozir Volgograd, o'sha vaqtda esa Stalingradda bo'lgan jang eng dahshatli qonli urushlardan biri hisoblanadi. Volga daryosi Moskvaning shimoliy-g'arbiy hududida joylashgan dengiz sathidan 225 metr balandlikda joylashgan Valday tepaliklaridan oqishni boshlaydi va Sankt-Peterburgning janubiy-sharqiy joyigacha 320 kilometr bo'ylab cho'zilgan. U yerdan esa sharqqa qarab Tersh ko'li bo'ylab Tver, Dubna, Ribinsk, Yaroslav, Nijniy Novgorod va Qozongacha oqadi. U yerdan esa janubga qarab Ulyanovskiy, Talyatti, Samara, Saratov va Volgograd hududlari bo'ylab oqadi va Astraxanning pastida joylashgan Kaspiy dengiziga delta hosil qilib quyiladi. Volga daryosi ko'plab suv havzalariga ega. Eng muhimlari esa Kama, Oka, Vetluga va Sura daryolaridir. Volga va uning hissador suv havzalari bilan hisoblansa, Volga daryosi tizimi deya nomlanadi. Va hissador suv havzalari bilan hisoblansa 1,350,000 kilometr kvadrat maydonga ega va Rossiyaning eng aholisi mo'l bo'lgan hududlari bo'ylab oqib o'tadi. Volga delta 160 kilometr uzunlikka ega bo'lib, 500 ga yaqin kanallar va kichik daryolardan tashkil topgan va butun Rossiyaning aynan Volga delta hududida saqoqush, qizil g'oz va nilufar gullari uchraydi. Volga daryosi har yili 3 oygacha uzunligining ko'plab qismi muzlab yotadi. Bir qancha elektr ishlab chiqaradigan suv omborlariga ega. Quyidagilar esa Sovet davrida qurilgan bo'lib, ular Volgograd suv ombori, Saratov suv ombori, Kibishev suv ombori, Chiborsarskiy suv ombori, Gorkiy suv ombori, Ribinsk suv ombori, Uglich va Ivankova suv omborlaridir. Volga daryosi qirg'oqlaridagi eng katta shaharlardan aytib o'tsak, Volgograd, Nijniy Novgorod, Qozon,
Samara, Saratov, Tolyatti, Yaroslavl, Astrakhan, Ulyanovskiy, Cheborsarsky va Tver shaharlaridir. Volgada 70 tur baliq yashaydi va bulardan 40 turi ovlanadi. Daryoda yog'ochsozlik mahsulotlari, neft, tuz, ruda, binokorlik materiallari, g'alla, meva va boshqalar tashiladi. Shu bilan Volga daryosi haqida tayyorlagan videorolikimiz shulardan iborat edi. Sizga video yoqdi degan umiddamiz. Iltimos like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.